Xotinim shamolli ob-havoda shunday yubkada ko'chaga chiqishini nega xohlamayman? Chunki men uchun uning yalang'och orqasini ko'rish og'ir. Orqasi ochiq yuradiganlar faqat hayvonlar. Insonlar bunday yurmaydi. Yovvoyilar shunday yurishadi. Xotinim orqasida qanday erkak yurishini tasavvur qilay. Shu ondayoq hammasi ayon bo'ladi. Men ayolimni qanday himoya qila olaman agar u odamlar oldida shunday ko'rinishda paydo bo'lsa? Agar men buni xohlaganimda uni do'kondagi tovar kabi oynaga qo'yib qo'yardim. Hamma ko'rsin deya. Lekin menga bu nima uchun kerak? Men hayotimda o'zimga xos, faqat men uchun bo'lgan narsa qayerda qoladi? Agar hamma unga qarasa, siz aytasizmi, bunda noto'g'ri hech narsa yo'q deb. Qanday qilib xotinimga, men sevgan ayolga shunday munosabatda bo'lish mumkin? Xudoning yaratgan eng qimmatli narsalarini tabiat doimo chuqur yashirib qo'ygan. Brilliantni ham shunchaki topib bo'lmaydi. Siz qazishingiz kerak, yana qazishingiz kerak, so'ng tozalash kerak bo'ladi. Xudo yaratgan qimmatli narsalar har doim osonlikcha olinmaydi. Nahotki mening ayolim brilliant, neft yoki oltindan arzimas bo'lsa, siz mendan mini yubkada nima yomonlik bor deb so'radingiz. Mana, shunday nima yomonlik bor. Hech bir erkak xotinining tanasi ochiq bo'lishini xohlamaydi. Chunki u ishga ketayotganda, xotini ko'chada yurganida hech qanday erkak orqasidan quvib yurmasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Like bosing, obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.